Uzum tupini kesish, butash judayam muhim. Chunki u uzumning butun umri davomida shaklini saqlashga, ildizi bilan yer ustki qismining nisbatini to'g'rilashga, shuningdek hosil va o'sishni nazorat qilishga yordam beradi. Uzum daraxti yoshiga qarab, ya'ni yoshlik, hosil berish davri va qarilik paytida kesishdan maqsad ham o'zgaradi. Yoshligida to'kka shakl beriladi, hosil berish davrida asosiy maqsad yuqori hosil olish bo'ladi. Qariganida esa uni yoshartirish uchun kesiladi. O'zbekiston sharoitida qishga ko'miladigan uzum turlari kuzda, ko'milmaydiganlari esa erta bahorda kesiladi. Bunda novdalarni nav xususiyatlari va qanday parvarish qilinayotganiga qarab, kalta 2-4 kurtak, o'rtacha 8-10 kurtak yoki uzun 15-20 kurtak qilib kesishadi. Kesish uzunligi kurtak va novda yukiga, shuningdek qancha hosil olish rejalashtirilganiga qarab belgilanadi. Bu ishni o'tkir sekator va bog' arra yordamida ko'p joyda Rizamat Musa Muhammedov tavsiya qilgan sxemalar asosida qilishadi. Bundan tashqari, uzum daraxtini o'sishi, oziqlanishi va hosil berishini tartibga solish uchun bahor va yozda o'tkaziladigan yashil operatsiyalar, ya'ni yashil novdalar bilan bog'liq ishlar ham katta ahamiyatga ega. Sizga maslahatimiz, tajribali bog'bon yordamidan foydalaning.